Biz simulyatsiyada yashayapmizmi? Tasavvur qiling. Siz hozir ko'rib turgan ekran, xona, tanangiz, hatto o'zingiz ham real emassiz. Balki bularning hammasi shunchaki kod va siz bir simulyatsiya ichida yashayotgandirsiz. Bu g'oya bir paytlar fantastika edi. Bugun esa ba'zi olimlar buni jiddiy muhokama qilishmoqda. Savol oddiy. Biz rostdan ham simulyatsiya ichida yashayapmizmi? Bu fikr sizga tanish bo'lishi mumkin. The Matrix filmida insonlar virtual dunyoda yashaydi, lekin buni o'zlari bilishmaydi. Lekin qiziq joyi, bu faqat kino emas. 2003-yilda Oxford faylasufi Nick Bostrom juda mashhur argumentni ilgari surdi. U shunday yozgan edi: At least one of the following propositions is true. Ya'ni, 3 narsadan bittasi albatta to'g'ri. Insoniyat super rivojlangan bosqichga yetmasdan yo'q bo'lib ketadi. Yetadi, lekin ajdodlari simulyatsiyani yaratmaydi. Yoki biz allaqachon simulyatsiyada yashayapmiz. Bu shunchaki internet nazariyasi emas. Bu jiddiy falsafiy argument. Nega odamlar bunga ishonadi? Texnologiyaga qarang. 20 yil oldin video o'yinlar qanday edi? Pixel, oddiy, juda sun'iy. Hozirchi giperrealistik grafika, AI, virtual reality, Nvidia va OpenAI kabi kompaniyalar texnologiyalarni mislsiz tezlikda rivojlantiryapti. Agar insoniyat minglab yoki millionlab yil yashasa, kelajakda butun olamni atom darajasidagi simulyatsiya qila oladigan kompyuterlar paydo bo'lishi mumkin. Yoki agar kelajakdagi sivilizatsiyalar millionlab ajdodlar simulyatsiyasini ishga tushirsa, simulyatsiya ichidagi onglar soni real insonlar sonidan ko'p bo'ladi. Nick Bostrom bu haqda shunday yozgan: The fraction of all people with our kind of experience that are living in a simulation is every 1 close to 1. Soddaroq aytganda, agar simulyatsiyalar original dunyodan ko'p bo'lsa, statistik jihatdan bizning ham simulyatsiya ichida bo'lishimiz ehtimoli oshadi. Koinotdagi g'alati narsalar. Ba'zi fiziklar koinotdagi ayrim narsalarni juda qiziq deb hisoblaydi. Masalan, koinotdagi tezlik limiti bor. Hech narsa yorug'lik tezligidan tez harakat qila olmaydi. Geosistemaning maksimal processing tezligi bordek. Albatta, bu isbot emas, faqat analogiya. Va yana bir g'alati narsa bor. Kvant fizikasi. Kvant fizikasida zarrachalar ba'zida kuzatilmaguncha aniq holatda bo'lmaydi. Ba'zi fizik hodisalar measurement, ya'ni o'lchashning o'zi sistem holatini o'zgartiradi. Bu observer effect deb ataladi. Bu nimani anglatadi? Ba'zilar buni shunday tasavvur qiladi: go'yo koinot siz qaraganda render bo'layotgandek. Video o'yinlarda ham shunaqa. Player ko'rmayotgan joy ko'pincha render qilinmaydi, optimizatsiya uchun. Tasodifmi? Balki bu optimizatsiyadir. Ko'pchilik reality glitch haqida gapiradi. Deja vu. Bir joyni oldin ko'rmagansiz, lekin juda ham tanish deb tuyuladimi? Ba'zi vaqtlar juda tez o'tadi, ba'zida esa juda ham sekin o'tadi. Miyamizda qandaydir xato bormi yoki sistemadagi bugmi bu? Ilmiy isbot yo'q, lekin savollar juda ham ko'p. Javoblar esa deyarli yo'q. Lekin hamma ham bu nazariyaga ishonmaydi. Astronom David Kipping bu nazariyani matematik jihatdan tahlil qilgan. Uning hisob-kitoblariga ko'ra, original realityada yashash ehtimolimiz hali ham juda ham ko'p. Ya'ni hali aniq xulosa yo'q. Biz simulyatsiyada ham bo'lishimiz mumkin, bo'lmasligimiz ham mumkin. Va ehtimol siz bu videoni ko'rayotganingizda ham tasodif emas. Balki bu savolni berishingiz kerak edi. Nima deb o'ylaysiz? Biz real dunyodamizmi yoki kod ichidamizmi? Kommentariyada yozing.